Assalomu alaykum rahmatulloh. O'yinimiz keyingi bosqichga chiqdi bizda. LinkedInda bizga juda ham ko'p takliflar bergan insonlarga, do'stlarimizga, qo'shnilarga rahmat. Bekram qo'yib qo'yganmiz. Mashinani orqasida haydayotgan paytingizda muzika bilan haydaysiz. Zo'r. Mana bu yerda siz reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Albatta hazil. Zo'r. Xuddi shunday, hozir bizda hozircha 5 ta mashina bor. Keling tanlaymiz. Bu yoqda hozir mana ko'prik yo'li bor. Bunaqa o'zi qatligini bilmayman, umuman qilindi. Keyin bu yoqqa qo'yishimiz mumkin, misol uchun Toshkentni, Samarqandni qo'yib chiqamiz xudo xolasa. Qani unda sinab ko'ramiz. Aloqlarni qaraydi. Salom alaykum bor oqibatda oxiridagi moddam xotirjam o'zbegim mani millatim donishmand devonxona bu yerlarning kezdi bo'lib hayomatlar qaramoqdalar devonayu mashoyix abdollar ibn sino bobolarim hazrati naqshband darvozalar parogardonlar teramiz koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odam zot hozirgi kunda ham noandijon bardavom endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim Burushlar ham juda ham zo'r. Yaxshi. To'g'rimiz ham yaxshi. Xullas shunaqa. Bizda hozir shunaqaga holatga keldi. Endi xudo xolasa nima qilmoqchimiz? Ana endi esa poyga bo'ladi, ya'ni bir nechta mashina bilan poyga bo'ladi. Siz ular bilan shunaqa poyga qilishingiz mumkin bo'ladi. Va undan keyin yana bitta anaqa qilmoqchimiz, ya'ni parking. Ya'ni mashinani parking qilish anaqasini ham qilmoqchimiz xudo xolasa. Bizda hozircha shu. Qanaqadir takliflar bo'lsa, hali ham bemalol, hali ham kech emas. Rahmat kattakon, oldingi safariga videomizda bizni qo'llab-quvvatlagan hammaga. Rahmat, charchamanglar.